Hamma yoqda trend bo'layotgan bu mevali muzqaymoqlarni osongina uy sharoitida tayyorlaymiz. Cheescake'ni mazasini beradigan bunaqa muzqaymoqni aniq bilaman, siz hali yeb ko'rmagansiz. Mazali qaymog'imizga tvorojniy sir qo'shamiz va zgushonkani qo'shib aralashtirib olamiz. Bir xil kremli massa bo'lganda, yanada mazali bo'lishi uchun banan kivi qo'shib aralashtirib oldim. Agar sizda bo'lmasa, yuzdagi muzlatilgan malina yoki olchadan foydalansangiz ham bo'ladi. Aralashtirib olgan massamizni yuzdagi bir qolipga solib, 2-3 soatga muzlatgichga yuborasiz. Agar morozilkasiga qo'ysangiz yaxshilab qotib chiqadi. Ungacha shokoladni eritib olamiz. Menda oq va qora shokolad bor edi, ikkalasini ham eritib oldim. Agar mikrovolnovkada eritsangiz, tez-tez aralashtirib turasiz va bir qoshiq yog' qo'shsangiz yanada suyuqroq bo'ladi. Agarda muzqaymoqlarni yanada mevaga o'xshab chiqishini xohlasangiz, rang qo'shsangiz ham bo'ladi. Oq shokoladga rangni qo'shib, aralashtirib, xuddi shunaqa videoda ko'rsatilgandek qilib botirib olasiz. Muzqaymoqlarimiz sovuq bo'lgani uchun ustiga shokolad tez qotadi. Tayyor bo'lgan muzqaymoqlarimizni chiroyli qilib bezatib, dasturxonga tortishingiz mumkin. Mana shunaqa noodatiy, hech kimda yo'q retseptlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun menga obuna bo'lishni unutmang.